بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, Ramazon munosabati bilan Ramazonga doir savol-javoblar mavzusida suhbatlar bo'layotgan edi. Navbatdagi savol: Ramazon kechalarida taroveh namoziga borilganda jamoat xufton namozini o'qib bo'lgani ma'lum bo'lsa qanday yo'l tutiladi? Ayni mana shu savol ham tez-tez takrorlanib turadi. Shu bugun ham bir kishi so'rayapti. Men jamoatga kelsam, jamoat taroveh namozini o'qiyotgan ekan. Shundan keyin men ham tarovehni o'qidimda, undan keyin xuftonni o'qib oldim. Nima bo'ladi degan savol. Ikkala savol ham bir xil. Taroveh namozini vaqti xuftonni farzini o'qib bo'lgandan keyin kiradi. Birinchi xuftonni 4 rakat farzi o'qiladi. Undan keyin 2 rakat sunnat o'qiladi. Undan keyin taroveh namozi o'qiladi va keyin jamoat bilan vitr namozi o'qiladi. Tarovehni vaqti xufton namozidan keyin kiradi. Endi xufton bilan mashg'ul bo'lgan paytda tarovehning ma'lum rakatlari o'tib ketib qolsa, ulgura olmagan qismini jamoat bilan vitrni ado etgandan keyin o'qib olinadi. Demak, siz namozga keldingiz, jamoat xufton namozini o'qib, taroveh namozini o'qiyotgan ekan. Birinchi xuftonni farzini o'qib olamiz, keyin sunnatini o'qib olamiz va keyin kelgan joyidan necha rakat qolgan bo'lsa, imom bilan birgalikda taroveh namozini o'qiymiz va vitr namozini ham o'qib olamiz. Shundan keyin qolib ketgan rakatlarni o'zimiz yetkazib olamiz. Ana shunday qilinsa to'g'ri bo'ladi. Savol: ro'zador odam charchab, sog'ligida jiddiy o'zgarish bo'lib, ro'zasini ochib yuborsa, kafforatini tutadimi debdilar. Biz yuqorida ro'zani qazosi ikki xil shaklda tutilishligini aytdik. Ro'zaligini bilib turib, qasddan ochib yuborsa, unda bir kuniga 60 kun kafforat tutib berishligini aytgan edik. Ammo uzr sababli ochiladigan bo'lsa, bir kuniga bir kun tutilishligi va kafforat faqatgina Ramazondagi ro'zaga tegishli ekanligini ham aytgan edik. Undan boshqa ro'zalarda kafforat yo'q. Ularda faqat qazo bor. Endi mana shu holatda savolda bir kishi charchatdi-yu, sog'ligi nima bo'ldi? Jiddiy o'zgarish bo'ldi sog'ligida. Shu odam ro'zasini ochib yuboribdi. Endi kafforat beradimi, yo'qmi degan savol. Ro'za tutgan kishi agar ro'zasini davom ettirsa, sog'ligiga jiddiy zarar bo'ladigan bo'lsa yoki kasalligi og'irlashib qoladigan bo'lsa, bu odam ro'zasini ochadi va tuzalganidan keyin bir kun qazosini tutib beradi, kafforat tutmaydi, chunki bu uzrga kiradi. Uzrga kiradi. Tuzalishdan umid bo'lmasa, ro'zaning fitrini beradi. Fitr haqida kecha gapirdik. Bunday paytda kafforat vojib bo'lmaydi. Bemor kishi ro'za tutish masalasida din diyonatdan xabari bor, mohir bir shifokor yoki tabib bilan maslahat qilib, uni ko'rsatmasiga amal qilish kerak. Demak, yaxshi mutaxassis tabib bo'ladigan bo'lsa, shundan maslahatlashib, shu ro'zani davom ettirsam bo'ladimi yoki yo'qmi deb maslahat bilan tutgani yaxshi bo'ladi. Keyin yana bir narsa, bu kasal bo'lgan kishilar uzrli odamlar sanaladi deyapmiz. Kasallik aynan ro'za tutishlik bilan og'irlashib qoladigan bo'lsa, shunda uzr bo'ladi. Kimnidir qo'li singan, oyog'i gipsda bo'lsa, oshqozoniga hech qanaqa ta'siri yo'q, ro'zaga ta'siri yo'q. Yo men kasal ekanman deb ro'zani tutmay yurishligi bo'lmaydi. Ro'za tutsa, ro'za sababli uni sog'ligiga jiddiy zarar yetadigan bo'lsa, ana shunda uzr sanaladi. Mana shu narsani ham e'tibordan qochirmaslik kerak. Keyingi savol: oshqozonni, ichaklarni tekshirish uchun tibbiy kuzgu asbob, endoskopiya asboblari shularni yuttiriladi oshqozonni ko'rishlik uchun. Shu narsa ro'zani ochadimi? Mana bir kishini oshqozoni og'ridi. Doktorga borganda unga o'sha endoskop apparatlarini yutishlikni va shu orqali oshqozonini ko'rishlikni tavsiya qildi. Bu odam ro'za edi.
shu asbobni yutadigan bo'lsa, ya'ni ichiga kiryapti asbob. Bunda ro'za ochiladimi, ochilmaydimi degan savol berilyapti. Aslida eski fiqh kitoblarimizda toshni yoki tanga yoki cho'pni ip bilan bog'lab, ipni uchini ushlab turib yuttirilsa va uni tortib olinsa, ro'za ochilmaydi degan masala bor. Qarangda, bundan 1000 yil oldin buni masalasi yechib qo'yilgan edi. Insonni oshqozoniga cho'pmidi, toshmidi, temirmidi bir narsani nima qilib bog'lab ipga ichiga tashlab, yana shuni qaytib tortib olinsa, ochilmaydi degan masala bor ekan. Endi bu voqea o'sha paytlarda sodir bo'lmagan bo'lsa ham, ammo bugungi kunda savoldagi holatga o'xshab voqelikda sodir bo'lyapti. O'sha paytda endoskop apparatlar bo'lmagan, lekin masalani insonlar nima qilishgan? Yechib bizga oson qilib ketishgan. Demak, buni olganda, qaytarib olganda ro'za ochilmaydi ekan. Xuddi shuningdek, endoskop apparatlarini ham oshqozonni tekshirib, keyin yana tortib olinsa, nima bo'ladi? Ro'za ochilmas ekan. Keyingi savol, avtobusda yoki taksida yo umuman chekayotgan odam bilan yonma-yon o'tirishga to'g'ri kelib qolsa, sigaret tutuni beixtiyor og'ziga kirsa, ro'za ochiladimi, yo'qmi? Bu ham bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Chang, tutun yoki pashsha bir kishini og'ziga kirib ketsa, ro'zasi ochilmaydi dedik. Chunki bunday narsalardan o'zini saqlash juda ham qiyin. Ammo qor yoki yomg'ir og'ziga kirsa, ro'za ochiladi. Chunki undan saqlanish, ya'ni og'izni yumib olishning imkoni bor. Yomg'ir yoqqanda og'izni yopib olsa, bu narsalar kirmaydi. Lekin tutunlik joydan o'tayotgan bo'lsa, burunni yopib bo'lmaydi. Chunki burun nafas olmasa, odam yasholmaydi. Shuningdek, chang yoki tutunni o'z ixtiyori bilan ichiga kiritsa, ro'za ochiladi. Ataylab tortsangiz, shu tutunni yoki chang, bunda siz ataylab qilgan bo'lasiz va ro'za ochiladi. Endi ro'zador odam sigaret cheksa yoki isiriq tutatib, tutunini yutsa, ro'zasi ochiladi. Sigaret ovqat emas-ku deyishligi mumkin. Ovqat bo'lmasa ham o'sha tutun nima qilyapti? Ichga o'zi qabul qilinmayapti. Hanafiy va Maliki mazhabida bu ishni qasddan qilsa, qazo va kafforat lozim bo'ladi. Hattoki kafforat ham bunga lozim bo'ladi. Chunki sigaret inson tabiat xohlaydigan, shahvat xohishi bilan bo'ladigan narsa. Chunki u inson xohlaydi, xuddi suvni, ovqatni qanchalik xohlaydigan bo'lsa, sigaretni ham inson xohlaydi. Badan tana undan qandaydir rohat oladi. Shuni olgandan keyin tanada bir rohatlik, taskinlik, sakinat bo'ladi. Bezovtalik yo'qoladi. Binobarin uni chekish Ramazonda ham, boshqa vaqtlarda ham shar'an harom sanaladi. Shuning uchun bu narsalardan musulmon odam nima qilish kerak? Saqlanishligi kerak. Nafaqat ro'za, balki ro'zadan boshqa holatlarda ham bunaqangi illatlardan musulmon odam o'zini ehtiyot qilishi kerak. Vaqtimiz yaqinlashib qolgan ekan, shu yerda suhbatimizni to'xtatamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.